10 kun ichida ingliz tilida gapirishni o'rganish deb nomlangan video darslar seriyasining ikkinchi qismini boshlaymiz. Avvalgi darsimizda kishilik olmoshlari va fe'l haqida asosiy tushunchalarni bilib olgan edingiz. Hozirgi darsimizda kishilik olmoshlari va asosiy fe'llardan foydalangan holda sodda gaplar tuzishni o'rganamiz. Birinchi bosqichdagi eng sodda gaplarimiz faqat ega va fe'ldan iborat bo'ladi. Bu sodda gaplarni zamon va gap shakliga ko'ra guruhlarga ajratuvchi maxsus jadval asosida tuzamiz. Biz nutqimizda asosan 3 ta zamon: kelasi, hozirgi va o'tgan zamondan foydalanamiz. Kelajakda sodir etilishi kutilayotgan ish harakatlar uchun kelasi zamonni, hozirgi ish harakatlarini ifodalash uchun hozirgi zamonni, o'tmishda bo'lib o'tgan voqealarni ifodalash uchun o'tgan zamonni qo'llaymiz. Nutqimizdagi gaplar shakliga ko'ra so'roq, darak yoki inkor shaklida bo'lishi mumkin. Biror narsa haqida so'raganimizda so'roq shaklidagi gaplardan, qandaydir hodisa haqida xabar berganimizda darak shaklidan, qandaydir fikrni inkor etganimizda esa inkor shaklidagi gaplardan foydalanamiz. Shu tariqa gaplarni zamon va shakllariga ko'ra guruhlarga ajratuvchi o'ziga xos jadval hosil bo'ladi. Gaplarni tuzishni hozirgi zamon darak shaklidan boshlaymiz. Ingliz tilidagi gaplarda har doim birinchi o'rinda ega turadi. Sodda gaplarimizda avvalgi darsimizda o'rgangan kishilik olmoshlaridan ega vazifasida foydalanamiz. Bu kishilik olmoshlari sizga tanish. I, men deb tarjima qilinadi, we, biz deb tarjima qilinadi, you, siz, they, ular, he, u deb tarjima qilinadi, o'g'il bolalarga nisbatan ishlatiladi, she, u deb tarjima qilinadi, qiz bolalarga nisbatan ishlatiladi. Ingliz tilidagi gaplarda egadan keyin har doim fe'l ishlatiladi. Avvalgi darsimizda fe'l haqida boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lgan edingiz. Ushbu jadval yordamida sodda gaplar tuzishda biz asosiy fe'llardan foydalanamiz. Masalan, avvalgi darsimizda yodlashingiz kerak bo'lgan asosiy fe'llardan biri love, sevmoq fe'lini zamonlarda tuslash orqali sodda gaplar tuzishimiz mumkin. Hozirgi zamon darak shaklida I, we, you, they dan keyin love, sevmoq fe'lini qo'yamiz. Mana shu tariqa ikkitagina so'zdan iborat bo'lgan sodda gap hosil bo'ladi. I love, men sevaman. We love, biz sevamiz. You love, siz sevasiz. They love, ular sevadi. Uchinchi shaxs birlik shakli, ya'ni he va she ga nisbatan fe'lga s qo'shimchasi qo'shiladi. He loves, u sevadi. She loves, u sevadi. Mana darak shaklidagi gaplarning tuzilishini o'rgandik. Endi hozirgi zamonda inkor shaklidagi gaplarning tuzilishini ko'rib chiqamiz. Hozirgi zamonda I, we, you, they ga nisbatan egadan keyin fe'ldan oldin don't so'zi qo'yiladi. I don't love, men sevmayman. We don't love, biz sevmaymiz. You don't love, siz sevmaysiz. They don't love, ular sevmaydi. Uchinchi shaxs birlik he va she ga nisbatan esa fe'ldan oldin doesn't so'zi ishlatiladi. He doesn't love, u sevmaydi. She doesn't love, u sevmaydi. Hozirgi zamonda so'roq shaklidagi gaplarni yasash uchun biz inkor gaplarda ishlatgan do va does yordamchi fe'llari egadan oldinga o'tkazilgan holda yoziladi. Egadan keyin esa fe'lni yozamiz. Shu tariqa hozirgi zamonda so'roq shaklidagi gaplar hosil bo'ladi. Do I love, men sevamanmi? Do we love, biz sevamizmi? Do you love, siz sevasizmi? Do they love, ular sevadimi? Does he love, u sevadimi? Does she love, u sevadimi? O'tgan zamonda darak shaklidagi gaplarni yasash uchun fe'lga the qo'shimchasi qo'shiladi. I loved, men sevgan edim. We loved, biz sevgan edik. You loved, siz sevgan edingiz. They loved, ular sevgan edi. He loved,
u sevgan edi. She loved, u sevgan edi. O'tgan zamon inkor shaklidagi gaplarda fe'ldan oldin didn't yordamchi fe'li qo'yiladi. I didn't love, men sevmagan edim. We didn't love, biz sevmagan edik. You didn't love, siz sevmagan edingiz. They didn't love, ular sevmagan edi. He didn't love, u sevmagan edi. She didn't love, u sevmagan edi. So'roq shaklida esa egadan oldin did yordamchi fe'li o'tkaziladi va egadan keyingi o'rinda fe'l yoziladi. Did I love, men sevgan edimmi? Did we love, biz sevgan edikmi? Did you love, siz sevgan edingizmi? Did they love, ular sevgan edimi? Did he love, u sevgan edimi? Did she love, u sevgan edimi? Kelasi zamonda darak shaklidagi gaplarni yasash uchun fe'ldan oldin will yordamchi so'zidan foydalanamiz. I will love, men sevaman. We will love, biz sevamiz. You will love, siz sevasiz. They will love, ular sevadi. He will love, u sevadi. She will love, u sevadi. Kelasi zamonda inkor shaklidagi gaplarni yasash uchun will yordamchi so'zidan keyin not inkor yuklamasi ishlatiladi. I will not love, men sevmayman. We will not love, biz sevmaymiz. You will not love, siz sevmaysiz. They will not love, ular sevmaydi. He will not love, u sevmaydi. She will not love, u sevmaydi. Kelasi zamon so'roq shaklidagi gaplarda will yordamchi so'zi egadan oldinga o'tkaziladi. Will I love, men sevamanmi? Will we love, biz sevamizmi? Will you love, siz sevasizmi? Will they love, ular sevadimi? Will he love, u sevadimi? Will she love, u sevadimi? Mana sodda gaplar jadvalimiz to'liq bo'ldi. Siz mana shu jadvaldagi tizimdan foydalanib, istalgan fe'l bilan o'zingiz xohlagan gapni tuzishingiz mumkin. Bu jadvalda foydalanilgan love fe'li o'rniga boshqa istalgan fe'lni qo'yib, yangi gaplar yasashingiz mumkin. Masalan, love o'rnida work ishlamoq fe'lidan foydalanib, gaplar tuzishimiz mumkin. Bunda fe'ldan boshqa jadvalning hech qaysi qismi o'zgarmaydi. Shunchaki love fe'li o'rniga work fe'li qo'yiladi. Hozirgi zamon darak shaklida I work, men ishlayman. Kelasi zamon darak shaklida I will work, men ishlayman. O'tgan zamon darak shaklida I worked, men ishlagan edim. Hozirgi bosqichda bajarishingiz kerak bo'lgan eng asosiy vazifa bu jadvalning tuzilishini to'liq yodlab olishingiz hisoblanadi. Jadvalni yodlab olishni takroriy mashqlar orqali amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun avvalroq yodlangan birorta fe'lni olasiz va bu jadvalga qo'yib hozirgi, o'tgan, kelasi zamonlarda tuzlaysiz hamda so'roq, darak va inkor gaplarni tuzasiz. Keyin yana boshqa biror fe'lni olib, jadval asosida gaplar tuzaverasiz. Bitta fe'lni jadvalning har bir qismidan o'tkazib gaplar tuzishga juda ko'p vaqt ketmaydi. Ammo asosiy e'tiborni ketadigan vaqtga emas, balki takrorlash jarayonining kun davomida tez-tez amalga oshirilib turishiga qaratishingiz kerak. Kun davomida 4-5 marta 15 daqiqadan ushbu jadvalni takrorlashga vaqt ajratsangiz, keyinchalik jadvalga qaramagan holda ham gaplar tuzishni o'rganasiz. Asosiy maqsadingiz ham aynan shu bo'lishi kerak, ya'ni jadvalga qaramagan holda istalgan zamonda, istalgan shakldagi gaplarni tuza olish darajasiga yetishingiz kerak. Ikkinchi darsimizda ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan tushunchalar shulardan iborat edi. Uyga vazifa sifatida jadvalga qo'yib gaplar tuzish va so'z boyligingizni oshirish uchun quyidagi eng ko'p ishlatiladigan fe'llarni yod olishingiz tavsiya etiladi. Open, open, ochmoq. Close, close, yopmoq.
come, come, kelmoq. Finish, finish, tugatmoq. Start, start, boshlamoq. Take, take, olmoq. Ushbu video darsga oid savollaringizni so'rash va ularga javob olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun bond.uz saytiga tashrif buyuring.